Bu Yevropada kalta paypoq kiyganlar bularni giylarni ramzi bo'lgan. Shunga qarab belgilab olgan. Bilasizlarmi, assalomu alaykum barchaga. Avvalo shu ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi to'g'ri tanqidiy yo'nalishda fikrlar bildirib chiqamizda, aynan xalqimizni ravnaq uchun yoki mana shu ko'rib turgan qiyinchiliklarimiz yoki o'sha davlat rahbarining yonida ishlaytirgan mutasaddi xodimlar, o'sha deputatlar yoki hokimlar, viloyat hokimlar, tuman hokimlari, shu prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab o'shanga yondosh bo'lib turib bir mustahkam tarzda xalqning kelajagini yaxshilash uchun harakat qilinglar deb turib, misol uchun to'g'ri tanqidiy fikrlar bilan chiqsak, ayrim insonlar oramizdan shunaqangi bir chiqib qolishadi-ku, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni sizdan chiqarmang, chunki ana shu videoroliklarimizni ko'proq insonlar ko'rsa, bizning to'g'ri tanqidiy fikrlarimiz ham kerakli joylarga yetib borishini ta'minlagan bo'lasiz. Bu fikrni bildirganim uchun meni ayblamaysizlar degan umiddaman. Sababi men fikrlarim albatta tegishli joylarga yetib boradi va ular to'g'ri tanqidni to'g'ri qabul qila olishadi degan umiddaman. Men shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, boyaga o'sha negativlar dedim, oramizdan chiqishadi. Qaysidir bir holatda misol uchun tanqid qilasiz, mana shunaqa kamchiliklar bor, mana shu kamchiliklar ustida ishlash kerak, siz nega unaqa deyapsan, nega bunaqa bo'ldi, nega bunaqa gaplar, kommentariyada endi so'kinishlar yoki mana shunaqa ora-orada bitta emas, hamma emas, misol uchun 100 dan 95% yaxshi insonlar misol uchun yaxshi fikrlar bildirishadi, lekin 5% qat'andir bir kayfiyatingizga ta'sir qiladigan bitta gap bo'lib qoladi-da. O'sha so'kib yozadigan insonlarga-da bir gapim bor. O'zlaring yer tagidagi kalamushda chiyilib turasanlar. Mard bo'lib maydonga chiqa olmadingmi gapirib? Gapirgan odamni ham yo'liga chiqmalaring. To'g'risi, agar mard bo'lganingda maydonga chiqib kelardingda gapirardilaring. O'sha mard bo'lib turib gapira olmagandan keyin qisib o'tirish kerak. Qo'pol qilib aytganda qisib o'tirish kerak. Boshqa nima qilish kerak? Chiqib olib turib gapirgan odamni ham yo'ldan to'ssanlar, qilganda ham, qilmaganda ham g'ajisanlar. O'zi shunaqa kalamushlar vatanga foydasi tegmaydi. Bular o'tirib faqatgina fikri bor-da bularni. O'sha musur fikrlari bilan yozaveradi hamma narsani. So'kkanimga hech kim e'tibor bermasin, to'g'risiga bunaqangi qo'pollik qilishni xohlamasdim, lekin majbur bo'lyapman. Majbur bo'lasiz, qaysidir so'z sizga tegib ketib qoladi-da. O'shani hisobiga majbur bo'ldim, fikrlarimni bildirib chiqdim. Mayli, endi bu narsalarga biz e'tibor bermaymiz, chunki biz o'sha vatanni ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsin, o'sha insonlarga deb turib, o'sha to'g'ri tanqidiy yo'nalishda bo'lsa-da, o'z fikrlarimizni erkin bildira olamiz. To'g'risiga biz nima deydi, qaysidir fikrdan qaytadigan yoki fikrlarimizdan qaytadigan insonlar emasmiz. O'sha tanqid qildingmi, o'sha deputatlarni ishlanglar dedingmi, ishlash kerak. Haqiqatan ishlash kerak. Biri chiqyapti, gaz kerak emas desa, biri chiqadi, u kerak emas. Qachon nima kerak o'zi bizga? Nima kerak? Bizga bir xalqqa bir manfaati uchun prezidentimiz misol uchun kambag'allikni qisqartirsa, bular qachon ishlaydi? Mana bu shtraflar to'lib yotibdi odamlarda. Mayli shtraflar kerakdir deb qaysidir nimadir gapirsiz, xo'p bahonalar tayyordir, balkim bahona emas, o'sha qonunlar tayyordir. Xo'p mayli tayyor bo'lsa, shunga yarasha xalqning manfaati uchun ana deputatlar yoki boshqalar, o'sha mutasaddi xodimlar ishlash kerak ozgina. Oylik maoshlarini to'g'irlab qo'yish kerak. To'g'risi gap, o'sha oylik maosh xalq yetarlicha manfaat ko'rmasa, unga qo'ygan solig'ingiz ham, unga qo'ygan shtraflaringiz ham, unga qo'yilgan qanaqadir bir kamchiliklar uchun to'lovlar ham uni oqlamasa, xalqning poymonasi to'ladi. Prezidentimiz mana shu narsani yo'qotish uchun harakat qilyapti. Korrupsiyani yo'qotish uchun qancha kurashyapti har kun. To'g'risi gap. Mana shu narsani yo'qotaylik, dabdabalarni yo'qotaylik, mana bunaqangi insonlarga dabdaba qaberma deyapti. Va dabdaba qilayotgan insonlarga aytayapti, o'zlaringni yig'ishtirib ollaring, o'zlaringni tutib ollaring, oshib toshib ketavergan bo'lsa ham. degan maqsadda korrupsiyalarni kamaytirish uchun tunu kun harakat qilib, mana shu nima deydi, insonlarning hayoti uchun bir loyihalarni, fikrlarni mard bo'lib turib maydonga chiqib xalqqa gapiryaptilar. Lekin qaysi bir deputat chiqib turib, mana shu loyihani biz qo'llab-quvvatlaymiz deb turib bom uryapti. Hech qaysi biri. Qo'pol qilib aytganda, pashtik juda kamchilik. Chiqib turib, prezidentimiz mana shunaqa buyruq qilyapti, mana shunaqangi narsani loyiha qildik. Mana prezidentimizning yonida yondosh bo'lib turib, mana shu aytgan gaplari bo'yicha 2024 yoki 2025-yil mana shunday ishladik deydigan odamni o'zini ko'rmaysiz. Hokimiyatlarga borsangiz, hokimlarni topa olmaysiz. To'g'risiga bor-ku, hokim bilan uchrashish, to'g'risiga bilmayman, bir hokim bilan ko'rishish juda ham mushkul narsa-da. Birorta bir hokimiyatga borib qolsangiz, to'g'risiga bor-ku, uni xodimlari olib qochadi. Hokimning o'zi qochmaydi, uni xodimlari olib qochadi. U bilan ko'rishib qolsangiz nimadir aytib qo'yasiz deganda hali xodimlari qo'ymaydi, bor eshing tagida. Hayron qolasiz, hokim bormi, hokim bormi. Hokimning o'zini xabari ham bo'lmasa kerak ichkarida deyman-da.
to'g'risi gap, o'zini xabari ham bo'lmasa kerak shu qabuliga qanaqa inson kelganligi haqida. Chunki aynan o'sha xodimlarni ishi bo'ladi, o'sha paroti bo'ladi. Ularni qo'pol qaytganda chichib qo'ygan joyi bo'ladi. Hokim buvani oldiga kirgizishmaydi o'sha kelgan fuqaroni. U hokimni bechorani xabari ham bo'lmaydi, bor o'sha fuqaro kelganidan xabari ham bo'lmasa kerak shu hokimlarni bor. Eshik tagida qancha odamlar boradi-da, ko'pchiligi. Shu nimani eshik tagida turib hokimni kutishadi, lekin hokimni qabuliga kiritmaydi. Nimaga? Chunki ana xodimlar chichib qo'ygan bo'ladi-da. Qo'pol qaytganda juda ko'pchilik. Qo'shtirnoqchida hammasi ham demoqchi emas, biz bu narsadan yiroqmiz. To'g'risi. Ana shunaqa joylari bor-da. O'shani hisobiga biz mana shunaqangi insonlarni ustidan tanqid qilganimizda bizga nisbatan ham negativ fikrlar bildirib qolinadi. Endi nima ham deymiz? Har zamonda har qanday hasharot bo'lgan deydi-ku. Bular ham bir hasharotdek gap. Bo'lgan gapirib ortda qolishadi. Bizani haqimizda nima o'ylashadi, nima o'ylashmaydi, bu ularning ishi. Biz o'zimizning maqsadimizni oldinga qo'yganmiz va boya aytib o'tganimizdek, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bitta like bosib qo'yib, tegishli joylarga yetib borishini va ular ham to'g'ri qabul qilishlarini. Bizda bu videoroligimizda aynan kimgadir rasman tanqid yoki boshqa yoki g'araz niyatda emas, aksincha to'g'ri tanqid yo'nalishida. Chiqinglar deputatlar, tekshiringlar, xalqda o'sha prezidentimiz suvlashtirish loyihalarini borib ko'ringlar. O'sha hamma joylar suv bo'ldimi, yo'qmi, firmalar qay darajada pulni yeb ketdi, yo'llar qanaqa bo'ldi, davlatdan ajratgan, byudjetdan ajratgan pullar qayoqqa ketdi. O'rganinglar, shular haqida ma'lumot beringlar, xalqqa chiqib bomuringlar, mana bu firmalar pulni yeb ketgan ekan, ifloslar, isqirtlar, biza borib turib mana shu narsani ko'tardik, mana aholini suvlashtirib qo'ydik. Prezidentimizning loyihasi deylar. Biza ko'rib bir mazza qilaylik fuqarolar. Qani yuragiga o'tib bor insonlar bormi? Mana tumanlarni bir borib ko'ringlar, viloyatlarni. Suvga ajratilgan pullarni kimlar yevorganini ko'ringlar. To'g'risi gap. Borib ko'ringlar. Juda ko'p joyda ko'ryapmiz, to'g'risi. Juda ko'p joyda ko'ryapmiz. Vodiy ham, voqea ham Toshkent viloyatida ham bor. Juda ko'p joylarda ko'ryapmiz. Suvlarda pulini yevorgan, yo'llarda pulini yevorgan, ajratilgan hamma pullarni yevorgan, fuqarolarga ajratilgan pullarni o'sha yevorishadi. O'shalarni ko'taringlar, borib tekshiringlar, bittami bitta yuringlar xalq orasida. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Qachonda rivojlanish bo'ladi? Oqsoqoldan tortib, hokim bog'ning oldiga yetib borguncha korrupsionerlar yig'ilib olgan. To'g'risi gap, hammasi korrupsionerlar. Shunaqa ma'lumotlar bo'ladi, shunaqa gaplar eshitamiz, hayron qolamiz. Shunaqa joylari bo'lyaptiki, oqsoqollar mahalladagi bevalarni qidirib qoladigan joylarni ham eshityapmiz. Qo'lga tushib qoladigan oqsoqollarni ham eshitib qolyapmiz. Shunaqa oqsoqollardan ham asrasin, Xudoyim. Xullas, hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, shu videoroligimizni ko'rganinglardan so'ng o'sha negativlarga tegib ketgan bo'lsa, juda yaxshi. Kanalga obuna bo'lmaganlar bitta obuna bo'lib qo'yasizlar va like bosib qo'yasizlar. Video tezroq yetib borsin. Sog' bo'linglar.